Har bir insonning salomatligida immunitet tizimi muhim rol o'ynaydi. Sen bu haqda hatto o'ylab ham ko'rmagandirsan, ammo uningsiz har qanday tirnalish yoki kichikkina zararlanish o'limga olib kelishi mumkin. Turli kasalliklarning qo'zg'atuvchilari bilan muvaffaqiyatli kurasha oladigan oq qon tanachalari T limfotitlar mavjud. OIV virusi faqat shu hujayralarni zararlab, organizmingni himoyasiz qoldiradi. OIV T limfotitlarning ichiga kirib, ularni OIV ishlab chiqaradigan fabrikaga aylantiradi. Immunitet tizimining zaiflashuvi eng oddiy kasalliklar ta'siri ostida vafot etishga olib keladi. Sog'lom organizm esa kasalliklarni tez uddalay oladi. AIDS OIV infeksiyasining oxirgi bosqichidir. Keling, avval OIV qanday qilib yuqmasligini tushunib olaylik. OIV quchoqlashish, qo'l berib ko'rishish yoki ko'z yoshlari orqali yuqmaydi. Agar quyidagilardan birortasi senda ro'y bergan bo'lsa, unda OIVga qon topshirishing kerak. Himoyasiz jinsiy aloqada bo'lib, jinsiy sheriging sog'lom ekanligini bilmasang, giyohvand moddalarni tomir ichiga yuborgan bo'lsang, tatuirovka yoki manikyur salonidagi asboblarning zararsizlantirilganligiga ishonching komil bo'lmasa, eslab qol, har bir viloyat, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahrida OIDSga qarshi kurashish markazlarida OIV infeksiyasiga test topshirishing mumkin. Shuningdek, 59 ta tumanlarda OIV infeksiyasini aniqlash bo'yicha tumanlararo laboratoriyalar mavjud bo'lib, u yerda tekshiruvdan o'tish yoki kerakli qo'shimcha ma'lumotlarni olish mumkin. Sen buni anonim tarzda amalga oshirishing mumkin. Natija haqidagi ma'lumotlar sen va shifokor orasida qoladi. Batafsil ma'lumotlarni OIDSga qarshi kurash markazining spid.uz sayti yoki 71 kodi bilan 276 93 25 276 23 11 telefonlari orqali olishing mumkin. Sening hayoting o'z qo'lingda. Sen baxtli, muvaffaqiyatli va sog'lom yashash mumkin bo'lgan hayotdir. Sening hayoting qanday bo'lishini o'zing hal qilasan. Sog'lom bo'lish eng yaxshi qarordir.